Diqqat, dahshatli falokat haqida hozirgina xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroligimiz ostiga bir dona like tugmachasini bosib qoldiring. Tojikiston Respublikasida sodir bo'lgan yer qimirlashi O'zbekistonda ham sezildi. Bu haqda Seysmoprovod monitoring respublikasi markazi xabar berdi. Bugun 9-yanvar kuni soat 02:14 da Tojikiston hududida zilzila sodir bo'lgan. Zilzila epitsentri Toshkentdan 477 km janubi sharqda joylashgan. Magnitudada 5.3 139 km. Epitsentr tog'li Badashxon, Tojikiston. Koordinatorlari 38-39 daraja, shimoliy kenglik 73-37 darajada, sharqiy uzunlik. O'zbekiston Respublikasi hududida sezilish kuchi: Farg'ona viloyatida 2-3 ball 260 km, Andijonda viloyatida 2 ball 285 km, Namangan viloyatida 2 ball 325 km deyiladi xabarda.